إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Barcha maqtovlar Alloh taolo bizga hamda salovatlar salamlar olib payg'ambarina ham barcha sahobalarga hamda uning oilasini amma ba'd ham so'ngidan bugungi so'zimni ham bugungi nasihatni men Alloh taolaning oyati turida aytmoqchi bo'laman. Alloh taolo Baqara surasida shulay aytdiki: "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was sabarat va bashshiris sabirin." Men sizni shin borliqda qo'rquv bilan hamda ochliq bilan hamda mollaringizni ham tuvanlaringizni hamda jilak-jimishlarini yo'qotuv bilan sizni ixtiborlayman. Ham sabırlılarni sen ulandir. Hamda qardoshlar, shu oyatni o'ylaganda shinlab da qo'y vaqt biz onni faqat til bilan aytib chiqib, mana shunday ixtiborlar boshimizga tushar deb, lekin shinlikning ma'nosini anglamaycha jibaramiz. Hamda shinlab da o'ylasab, u bizning istimizga tushirga tegish, chunki Alloh taolo va'da etdi. Men sizni shinlab da ixtiborlayman deb. Ya'ni ochliq. Hamda o'ylab qarasak, bizning vaqtimizda, bizning ahdimizda, vositalarimizda shunday ochliq bormi? Hatto bizning bobolarimiz, abilarimiz bo'lgan ochliqlar biz hali ko'rganimiz yo'q. Lekin u bizning ustimizga tushayashak, hech cheksiz tushayashak. Yoki shu darajada, yoki azroq yengilroq darajada. Chunki Alloh taolo bizning iymonimizning darajasini bityoqshonli. Shunga ko'ra shu ixtiborning, ya'ni ochliq ixtiborini u bizga hech cheksiz tushayashak. Ham ularga kerak. Tishdimi, tishmadimi, tanda tushayashakmi? Nechik biz shu ixtiborni, imtihonni nindi iymon bilan qabul etamiz, nindi yurak bilan qabul etamiz, nindi fikr bilan, anglov bilan qabul etamiz. Bizning bolalarimiz ustimizda da tishirmikan, bizga tishirmikan, balki tishdi deb butun narsa shu boshimizda fikrlarda bir natijaga kelarga tiyishmiz. Hamda nindi natijaga birinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda sahobalarni shunday yo'q ixtiborlarga, imtihonlarga duchor bo'ldilar. Hamda shunga ko'ra ular shu imtihonlarni nishib o'tkazdilar. Shuni boshimizda analiz yasarga tiyishmiz. Ular bit shu imtihonlar vaqtida, ixtiborlar vaqtida bir-birsini tegallab yordam etdilar. Nishin chunki anglaydilar. Bu imtihon borisi uchun ham beruvchi, ham oluvchi uchun, oshatuvchi, ham och bo'lishi uchun, hamda Alloh taolo balki ertaga ya bir sekinga voqealarni balki almashtirib qo'yar. Bugungi oshatuvchi ertaga o'z och bo'lishi, bugun och bo'lishi balki ertaga oshatuvchi bo'lib qolar. Hamda ular bir-birsini shunga yaratib, yaqin etib yordam etadilar. Ham shunday shoqlarda bizga eng birinchi Alloh taoladan so'rash kerak. Eng birinchi Alloh taolo yonina qo'shirga kerak. Duolarimiz bilan onun shu Razzoq, Ar-Roziq, Al-Muqit, Al-Mu'ti degan ismlari bilan duo qilib, ondan rizq so'rashga kerak, ham tavfiqin, yardamin so'rashga kerak. Hamda birda yuraklarimiz boshqa xalqlar bilan, boshqa onun qullari bilan belarga tegish tugil biz. Chunki u Alloh taolo, tek birgina Alloh taolo rizq beruvchi. Balki boshqa zo'r organizatsiyalar, boshqa zo'r jamiyatlar, ularning qo'lida zo'r boyliklar bo'lsa-da, ular shu boyliklarni bizga berarga tilasalar, Alloh taolo ularga ruxsat etmasa, ul mollar, ul oqshalar, ul rizqlar bizga qadar kelib yetmaslar. Balki birandi hasharotlar osharlar, balki pojar bo'lsa, balki birandi sabab Alloh taolo qo'ya. Shunga eng birinchi bizning yuragimiz faqat shu Alloh taolo beruvchi bilan, rizqlantiruvchi bilangina bayli bo'larga tegish. Ham ikkinchidan biz anglarga tegishmiz. Bir-birimizga yordam etmasak, balki ertaga menga shunday qalgalagirman, hamda menda shulay muhtoj bo'larman deb o'ylarga kerak. Hamda balki tug'anlarimiz, yaqin bo'lgan kishilarimizni yo'qotib, bu yo'llarda da shunday imtihon, ixtibor bizga duchor bo'lar.
Shunday chaqda biz faqat sabrli bo'lib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyirga tiyirmiz. Biz barimiz Alloh taolo bizga ham o'ng'og'ini qaytaramiz. Ya'ni biz barimizda Allohning mulkimiz, ham Alloh taolo yonidan qaytaramiz deb o'ylarga g'ana tiyirmiz. Hem belki facialı qo'rqinch shoqlarda bo'lashaq, Alloh taolo saqlasin bizni barimizda. Lekin shu shoqlarda qoya qashimmikan deb o'ylar vasvasalar kelsa, belki boshqa vatanga ketirga, belki boshqa milkatga ketirga deb qo'yishirman deb yo'q. Belki shu milkatlar bu imtihondan qochishga tilasan, belki boshqa milkatda da tag'indan nag'roq tag'indan qo'rqinchli facialı ayblar bo'lib shiga olar. Ham shunga ko'ra faqat Alloh taolo bizda yordam so'rab, onun yanındagina Amin o'rin bizlarga gina kerak, ham so'rarga kerak onun tavfiqin. Alloh taolo barimizga da niqliq bersin, sabrlik bersin, taqvolik bersin, ixloslik bersin, o'zining yo'lida gina yeriga nasib etsin, hamda bir-birimizga yordamchi bo'lurga nasib etsin. وأقول قول هذا واستغفر لي ولكم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.